Onyx mashinasini olib kelishyapti. 1200 kilometr yuribdilar xolos mashinada. Bizni videolarimizni ko'rib, yumshatib bering deb olib kelishyapti. Ko'ryapsizlar, arqa cho'laklarni churib olganman, bilasizlar-ku. Men churib chiqarib, akkuratni pressda qoqib, qoraytirib, chiroyli qilib, yana akkuratni joyiga qo'yib beraman. Oldilari tayyor bo'ldi. Arqalariga amortizatorlarni, usilinisini qo'yamiz, olib kelib qo'ydik, tayyor turibdi. Undan tashqari bu tomonda trekker mashinasini olib qo'yganman. Bu ham yumshatish uchun. Bu qancha yurgan deb o'ylaysizlar? Bu mashinani olib shumka qilibdilar, tuning hamma narsa qilishganda xadovoyga kelibdi navbat. Endi xadovoyini qilib beramiz. Mashina 25,000 kilometr masofani bosib o'tgan, xolos. Agar shumka bo'lgandan keyin qilinsa bormi biz ishlar? Vashi dahshat chiqadi, shakalat bo'ladi, ishoning, shakalat mashina. Xudo xolasa, kimga shuna xizmatlar kerak bo'lsa kelaverasizlar. Manzilimiz Suriyada, ko'pchilik biz Qo'qon shahridamiz. Qoni qaynoqlar yurti vodiydamiz. Do'stlar, lokatsiya tashlab beramiz, telefon raqamlarimiz tepada, glavnida yozilgan. Bemalol kirib, ishlarimizni kuzatib, YouTubedan ham, Instagramdan ham kelsalaring bo'laveradi. Jonli sog' bo'lsangiz, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.